Trendga chiqqan Matilda tortini tayyorlab ko'ramiz. Un, kakao, razrxitel va shakar solib aralashtiramiz. So'ngra 3 ta tuxum, qatiq va o'simlik yog'ini solib quyuq massa qilib olamiz. Shunaqa quyuq massa bo'ladi. Undan keyin iste'mol sodasini va uksus solib, achchiqqina kofe tayyorlab olamiz. Kofeni ustidan quyib, suyuqqina massa qilib olamiz. Tayyor bo'lgan massani teng 3 ga bo'lib, qizib turgan duxovkada 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Kremi uchun qaymoq, shakar va saryonni mikrovolnovkada eritib olamiz. Shokoladimizni ustidan erigan massamizni quyib, ranglari sochli chiqishi uchun kakao solib aralashtirib olamiz. Biskvitlarimizni kofeli suvda propitka qilib, kremini surib olamiz va muzlatgichga 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Uy sharoitida tayyorlagan Matilda tortimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.